Telefon içiryapti. Ha. Bolam qani meni, ey? Vijdon yo'qmi aka? Nimaga? Nima qilib o'tiribsan? Xotinimi? Xotining ana norasida bolani qarang, bolani, xotining hech kim yo'q deysanlar. Bol uyingga qiy shu ishdi. Bo'ldi. Ha? Shu ishni uyga qilsa bo'ladimi? Mayli. Ha? Hamma qayerdansiz? Sizlar qayerdan? Men shu yerdan. Ha? Qayerdan? Shu yerdan. Qayerdan shu yerdan? Shu yerdan mana. Qayerdan? O'tingizmi? Ismingiz nima? Tushani aka latta putangchi aka. Qanday latta? Tush mana latta putangchi. Qanday latta patta? Tush. Tush aka mana qog'ozingda. O uraman lekin. Kimni bolasisan? Men uraman dedim. O mana latta putangda o. Latta. O aka qog'ozingda o ana baqalashganda o xafachilik bo'lmasin. Mana latta qog'ozda o men hozir kiyib shega mo'l o'ylaydi. O lekin aka. Tush. Hamma mayopkada yuribdi, bor-ku. Mayopkada yuribdi, qirraga mayopka qiladi, so'ydi ko'tiga emas. Ishtonini yesh demaydi, ishtonimni yesh demaydi. Video ketdi boshigacha. Ey vijdoning qursin senda ayoldi. Beg'ir ro'za uyot senlarga. O mana latta putdan almanglaringni, o po'choqlaringni. Balani aldab turib, "Ey, mana stakanlangni o dem aka, tush. Tush. Tush aka." Oilaviy mayopkaga chiqish mumkin emasmi? Bolam bor. Xudoga qarab ish qilinglar. Menga qara. Xudoga